Toshkentda eski mashinalar davri tugadi. Havoni ifloslaydigan 2010-yilgacha ishlab chiqarilgan avtomobillar endi Trade-in orqali yangisiga almashtiriladi. Prezident qaroriga muvofiq Toshkentda 2010-yilgacha ishlab chiqarilgan va ekologik talablarga to'liq javob bermaydigan mashinalar bosqichma-bosqich yangilanadi. Shuni inobatga olgan holda O'zavtosanoat va tegishli idoralarga 1 oy muddatda Trade-in mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish vazifasi yuklatildi. Farmonda avtotransportdan chiqadigan zararli moddalar qisqartirish bo'yicha alohida chora-tadbirlar belgilandi. Shu vazifa asosida O'zavtosanoat va tegishli idoralarga Trade-in mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish topshirildi. Yangi tizim fuqarolar uchun eski avtomobillarni topshirib, yangiroq va ekologik xavfsiz modelga o'tishni yengillashtiradi. Mexanizm avvalo M va N toifalariga kiruvchi 2010-yilgacha ishlab chiqarilgan va Euro 4 standartiga mos kelmaydigan transport vositalarini qamrab oladi. Toshkent yangiliklarini doimo birinchilardan bo'lib bilish uchun bizga obuna bo'ling.